Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamay yuribsizlarmi? Bizada bugun xudo xohlasa manti. Anchadan beri so'rayotganlar, manti qilishni ham kurs keladi. Muzdek suvga taxminan olaman, o'zimga qancha xamir kerak bo'lsa, ortib qolsa uni ham ziyoni yo'q, boshqa narsa qilib yuboraman. Muzdek suvga o'zim mo'ljallam bo'yicha tuzimni soldim, yog' soldim. Yog' nima qilib beradi? Yog' xamirni oson yoyilishiga yordam beradi-da. Shuning uchun men ko'pincha xamirimga yog' solaman. Kecha mana somsamdan qolib ketgan, ana ustida surgan tuxumim qolib ketdi. Buni ham sovoraman hozir. Kecha uni olib kelib berdilar, daniya olib kelib berdilar. Faqat shuni ishlatib o'rganimga, faqat qo'lim shunga o'rganib qolibdi. Anunda magazindan 5 kilolik oltindan olib keldik va undan chuchvara qildik-ku. To'g'risini aytsam, yoyishga qiynaldim. Men bu daniyaga o'xshab yengil yoyilib yordam beradigan emas ekan. To'g'riroq qo'lim bunga o'rganib qo'ygan. U ham zo'run. Orqa fonga ahamiyat bermanglar. Bizda doim shovqi nimaga uylanib videoga olmaysizlar deysizlar. Chunki hamma yoq taqara tuqur qilib yuramiz o'shaning uchun. Mana bu daniya undan olib kelganlar. Hozir chelaga joylashtiryapman. Hozir ikkita chelaga joylashtiradi, 25 kilo. Ikkita chelak to'lib ketadi-da. Shuning uchun birinchi ishlatib olaman-da, keyin ikkita chelakga joylashtirib chiqaman. Shuning uchun turibdi. Oldin xamirlarimni qilib olay. Xolodilnikda rosa ko'katlar bosib ketibdi-mi qaranglar, hammasi ko'katda. Men bodrinam bor, atomam katta paket salafanlarda ko'katlar turibdi. Bularda anaqa qilishim kerak edi, qatlama. Xudo xohlasa kuchim yetib, vaqtim yetsa, buni ham qilib yuboraman. Qilib yuborganim yaxshi, tezroq xolodilnikdan chirtib yotgandan ko'ra. Mana tuxumimni ham sovoldim. Endi bu yog'igacha to xamir qilib olgunimgacha ko'rsatmayman. Aralashtirib hozir xamirimni qilib olaman, chunki neudobno-da bitta qo'lda olib qilish. Mana xamirim ham tayyor. Katta xamir bu tog'orada kichkina ko'rinyapti. O'zi tog'ora ham katta, men tog'oracha ham. Hozir bitta saltam olsa, yana bitta mushlayman. Ado kuchimni olyapti. Bu katta, juda katta xamir. Chetda anaqa boshqalar kimdirlar uchun kichkinadir, chunki nonlarga xamir qiladiganlarga bu hech narsa emas. Xo'p, endi nima qilsam ekan? Qatlamani ham boshlab yuborsam ekan, o'ylanib turibman. Ulguramanmi, yo'qmi? Mayli, tavakkal. Bir nimalar qilib tura qolgungacha. Xo'p, qatlamanikini ham qovuraman tavakkaliga. Xamirini ulgursam qilaman, ulgurmasam xamir kutib turadi meni bo'shashimni. Qop suv oldim, muzdek, tuz, yog', oyijon har doim soda soling deydilar. Hozir qo'limga ahamiyat bermaysizlar, bir chimdan soda. Endi yetadi. Xamirimni qilib yana bunaqa tindirib olib qo'yaman. Qo'y go'sht to'g'rayapman, to'g'risi pichoqlarim qo'limga o'tirmayapti. Endi seyf ochamiz, seyfni. Yo'q. Mana bu xo'jayinim yasattirgandilar. Pichoqni bor, ham o'tkirlaydigani. Bitta boltasi bor, bog'ichi boltasi. Hop, endi shundan o'zimga tushadiganlarni tanlab olaman. Chunki anolar tushmayapti qo'limga. Mana buni qaranglar. Suyeli joyda qo'y go'shti. Go'sht ichida bezi. Mana bundan kattagina chiqdi. Mana pichog'i. Menga katta pichoqlar udobni tushadi. Kichkina pichoqlardan uncha mos to'g'ra olmayman. Hop, endi boshlab tashlaymiz bu yog'ini. Go'shtlarni to'g'rab oldim. To'g'ramasini yesanglar, manti yeganday bo'lasizlar. Qiymaniki ham yaxshi chiqadi o'z yo'liga. Bar to'g'ramaniki boshqacharoq chiqadi. Hozir ko'raman yana nachinkamga qarab. Bu yoqda dumba to'g'rayapman. Bu yoqdami? Assalomu alaykum. Orqa kadrni so'raganlar, kecha xursand bo'ldim o'qib. Liati krisa deydi. Nima qildim krisalni qilib to'g'ri. Mana nonlarimni to'g'rab bo'ldim, o'zimizga obedga tayyorgarlik qilaman. Mabodo bilmaganlar. Mana ham ish qilaman. Ayting, nima ish qilganlarni ayting. O'zim aytaman. Buxonka to'g'radim.
to'rtta saskani ustidan suv yugurgizib qo'ydilar, bo'ldi. Nima, non to'g'raganimni ayting. Bittaginani buxon to'g'radim, sariyog' qo'ydim, bolaga qaravomman. to'xtayli. Bitta buxonkani yarmini to'g'rabdilar. Haqiqat bo'lsin. Ana nonni ham kimdir yeyish kerak-ku. Mayli, просто to'g'radim deganingizga aytdim-da. To'g'raldimi? To'g'raldi deng. Nima endi to'g'ri? Mayli, anta to'rtta somsa ham sityaptilar. Ha, voy somsam esimda yo'q edi. Yaxshi eslatdinglar. Xo'p, mana bittasi mantini anaqasi, xamiri, bittasi qatlamaniki. Bu yerda dumba to'g'rayapman, endi ko'ramiz oxirida nachinkasini aralashtirib, Aralashtirsalar. makka bo'lyapman. Bo'pti. O'zimni qiladigan mantimga moslab nachinka qilib oldim. Ko'rinishi dumba, go'sht, qo'y go'shti deganim piyoz. Zira bilan tuzini ham to'g'rilab oldim. Nachinkam mana chiroyli chiqdi. Hozir mana manti zivala qilib qo'ydim. Endi qasqonga suv to'ldirib qo'yib qo'yaman gazga. Keyin bitta tugishni boshlaymiz, xudo xohlasa chiroyli qilib. Mana bu yerda mantilarni tugishni boshlab oldik. Sal yuqori yoyib qo'ysam, bitta xamiri to'rga bo'lib, mana bunaqa tagiga tashab qo'yaman. Чтобы tagiga yopishib qolmaydi manti qasqonni. Listi to'rog'i. Mana bu yerda qaynsing tugish uryaptilar. Chetlarini sal suvlayman, chunki oynani ochib qo'yibman xayol bilan. To qiymasini solib chiqgungacha qazishni boshlayapti ekan, boshlamagan. Bu yerda mana bitta listimiz tayyor. Endi ikkinchi listimizni ham qo'yamiz ustiga. Bitta listga bilmayman nechta ketdi. O'zingizlar sanab olarsizlar. Nachinka. Mana bu yerda o'sini, ko'katlarni, svejiy ko'katlar hammasi to'g'rab beryaptilar. Bu qatlamaga aralashtirib solib tashlaymiz. Xuddi pechenye bu. Man qilyapman, Mana anu o'siniz qani? O'siniz ish qilmaylarmi? Ovqat qilmaylarmi? Deyishadi-yu. Shlaka atalgan. O'zini mana glavarga qaraydi. Mana bu bo'z o'tiradilar, bo'z. Bo'zga qaraylar. Bo'z menga qaraydi, men bo'zga qarayman. Ha, bu oson ish emas, bunga qarash. Shunaqa deb qo'ying. Aytyapman-ku. Bichman ani ish qilmaydigan dangasa kelinga chiqarib qo'sha. Semiz deb o'ylasanglar kerak, meni ish qilmaydi deb. Yo'q. Ozg'in 53 kilo bo'pman. Xursand bo'lib ketdim. 3 kiloga. Shunaqa. Nima, piyoz achchig'mi? O'sha piyoz achchig'i ekan, ko'zimga tushib Dimog'imga tegib ketdi piyoz achchig'i. ko'zlarim yig'lab to'g'radim. Anaqa qolishmaydi. Piyozlardan yomon achchiq ekan. Mantiga piyoz to'g'rab archgunimgacha qancha yig'ladim, o'zim bilaman. Dardlarim esimga tushdi. Bechara, sizda nima dard bor ekan? Ha, men inson bo'pman. Hamma dard menda, ko'rdingizmi? Dardga yetkazmasin xudoyim. Hech qaysi birimizdan asrasin. Qani? Hop, bu yerda endi mantimiz pishgan ko'rsatib. Bu yerda qatlamaga bu margarin eritadigan chashkachamiz. Bitta miltr, bitta nechta mol yog'i teng qilib aralashtirib olaman. Hozir yaxshi bilqillab qaynab chiqadi, keyin ustiga surib chiroyli qilib ko'katlarni tashlaymiz. Ko'katlar ko'p kecha kelgan. Endi biz yemaymiz, misol uchun ovqat ustiga to'rtta solishimiz mumkin. Uni adajon bilan oyijon ko'proq yeyishadi ko'katlarni. Shu uchun yomon qilib qo'ymasligimiz uchun uni hammasiz bitta bog'ab qolib, qolganini qatlamaga, maraznikka tashab qo'yaman. Bu yerda mana mantilarim pishdi. Bittasini olib yeb ko'rdim, pishganiga ishonch hosil qilib. Ko'proq turdi, sababi 1 soat bo'libdi. Nimaga 1 soat turdi deysizlarmi? Anaqa. Go'shtni katta to'g'raganman. Yeganda go'sht borligi bilinishi uchun. Hozir ikkinchi qasqonchamizni ham ochib ko'rsataman. Bunisini yaqinda solganman. Bu rahmatli buvijonning qasqonlari. Berganlarda shunaqa xursand bo'lgan. Jimitdekkina-da. Mana shu ikkitasini qilsam, bizga bemalol yetadi. Mana. Lekin yana bitta bor. Yana gazeta bir bunaqa qasqonda bitta chiqsa kerak, yana bilmayman. Balki kamroq chiqar, 2 listchami. Bu eryapti, endi xamirimni yoyib olaylik tezroq. Mana xamirimni yoyib, ustidan margarinni surib,
ko'katlarimni qilib oldim. Bu yerda ukrop, kashnich, piyoz. Quyuq qilib oldim. Endi buni o'qlovga birga o'rayman-da, keyin kesib dumaloq qilib chiqaman. Chiroyli chiqdi lekin. Hozir oynani ochardim, yana yarki bo'lardi. Prosta xamirim qazib qolmasin deb pastki oynani ochmayman. Hozir endi o'rab olib ko'rsataman. Mana o'qlovga o'ragandim, keyin o'rtasidan tekis qilib chiziq tortib kesib chiqdim. Agar marganili, voy xullas. Margarinili ko'payib ketmasa, o'qlovga yopishmaydi. Tilim nimaga jingalli bo'lib ketyapti oxirgi payt? Ko'p koreyscha kino ko'raman. Ruscha ko'raman, aralash. Tilimchani o'zbekcha kelganda qiynalib qolyapti, ularni ko'rib bo'lgandan keyin vakillab qolyapti. Qizig'i koreyscha bilsam maylimaga. Zato ko'raman. Keyin xullas kesib oldim. Mana endi hozir o'qlov olib tashlayman-da. Yana buni o'rtasidan bo'lib chiqaman. Mana bunaqa bo'ladi. Uzun qilib ikkiga bo'lib oldim. Mana o'rtasida ham chizig'i bor. Xullas bitta zivaladan 4 ta qatlama chiqar. Endi buni zich qilib o'rab chiqaman. Xo'p, mana oxiri qanaqa holatga keldi desanglar, mana shunaqa qatlama bo'ladi. Endi buni salafanga solib, bitta salafanga solaman hammasini. Morozinlikka ravona qilaman. Bugun pishirish niyatim yo'q. Buni mamundoq qalinlikda yuqa yoyilmaydi, bu qalin yoyilib, dimlab pishiriladi. Piyozli ham qilardim, oddiy oq piyoz bor, shunaqa ham qilardim. To'g'risi piyozimiz qolmadi. Hozir hammasini mantiga ishlatib Shuning uchun faqat ko'kli qilaman. Hozir Shahnozaxonam aytayotgandilar. Bir xil pacha o'psinim kenay ham davaraman xayoli bilan. Uydan kelgandan keyin kenay qo'raman. Uyga borib kelgandan keyin uydagilar bilan gaplashib kelgan. Kenay bo'lib ketib qolamiz bir-birimiz uyda xayol bilan. Go'shtlik ham qilmaysizmi deb o'tirdilar, bo'ldi. Bugun ancha go'sht ishlatib bugun mantaga. Kishi bilmas. Uni sal bularni yeb tugatganimizdan keyin uni ham qivoraman. Piyozli bilan. Ularni morozinka qo'yay. Ishlat tugadi. Jami 12 ta qatlama chiqdi. Shunda morozinka tiqib qo'ydim. Endi qotadi. Kerakli payt olib ishlatamiz. Bu yoqda mana oxirgi mantam hozir o'chirdim. 2,5 qasqon manta chiqdi. Hozir endi choy poylarni qo'yib, sekin tayyorgarlik qilamiz. Hop. Plyusos qildik. Oxirida o'sha videolarimiz uzilib qoldi. Plyusos qilib berdim. Bu yerda qaynisinglim hamma yo'ni yuvib tarab yig'ib berdilar. Mana to'polonchi uxlamagan. Uxladimi? Uni yonidan siljisangiz turib oladigan odatda bor. Xullas shunaqa gaplar. Endi stolni akrobat qilsak bo'ldi. Mana bitta tikish ishlari ketyapti ertaga bu. To'yga ketyapti jirtong'i. Maza qilib o'ynab keladi. Remenini tsveti ko'ylagimdan sal yarkiroq bo'lib qoldi-da. Mana bunaqa tsvetida. Remenim. Ko'ylagim bunaqa edi, ko'ylagim. Shuncha hozir remenimni rangini o'zgartirgan holda mana bunaqa ko'ylakka moslashtirib qilib qo'yaman. Shunaqa tikuvchilik kasblarni yo'lga qo'yaptilar hozir. Anaqa uvol ketmasin, 3 yil o'qiganman, hatto bu shunga tikishga qaror qildim. Remen tikib qo'ysinlar. Ha. Tabi shuni qilib qo'ying. Assalomu alaykum dugoshlar, kelin poshshalar, yaxshimisizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Xonadonlaringlar tinchmi? Bugun mana mantiqli deyshuvdi. Mantiq qildik. So'raganlarga. Sizlar ham qilib yeylar mana. Hozir yaqinda ishdan keldim. Endi o'tirib qanaqa qilaman dedim, yakunlab olay dedi kelinim. Hali yemadik, ko'rinib turibdi shirin, go'shtli ekan. Kartoshkali qildingizmi? Kartoshkaligi ham bor, go'shtli ekan. Bizga yoqimli ishtaha. Sizlar qilib yeylar. Mantiq qilish oson-ku.
shart emas go'shtli bo'lishi, nima dumma bilan kartoshkali ham zo'r bo'ladi. Oilanglar ro'zg'ordan kelib chiqib, sharoitinglarga qarab qilaveringlar. Hammanglarga tinchlik, xotirjamlik, tansihatli so'rayman. Keyingi bloglarda uchrashguncha like bosinglar, podpiska bo'linglar. Sog' bo'linglar.